Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Ihson egalarini, ihsonlarini qabul qilsin, o'zi rozi bo'lsin. Ko'pgina savob bersin ilohim. Sababchi bo'lib turgan 2 yoshga Alloh shirin chiroyli baxti saodat bersin. Namunalik oilalardan bo'lishini Alloh nasib qilsin ilohim. Alloh taolo bu dunyoni sabablar dunyosi qilib yaratdi. Bandalarning ishi sabablarni bajarish. Natija endi Allohdan. Ya'ni hamma sohada, tirikchilikda ham, sog'liqda ham, yaxshi yashashda ham, ajrashmaslikda ham, umuman hamma sohada dinimizda sabablar aytib o'tilgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom agar Alloh fazliga, rahmatiga olmasa hech kim jannatga kira olmaydi deganlarda sahobalar siz hammi deyishganda men ham deganlar. Ya'ni bu iymon, bu taqvo, 5 mahal namoz, zino qilmaslik, gunohlardan uzoqda yurish bular sabablar. Avvalo Alloh fazliga olsin, karamiga olsin. Karami keng deb bekorga aytilmaydi. Lekin Alloh va'da bergan iymon va yaxshi amal insonni oyog'ini ostidan anhorlar oqib turadigan jannatga kiradi. Shu ishni qilsa deydi. Ikkita shart. Iymon va amali solih. Amali solih degani yaxshi amal. Yaxshi amal degani Alloh buyurgan va ruxsat bergan chiroyli ishlarni bajarish va Alloh qaytargan xunuk yomon ishlardan qaytishlikni shuni yaxshi amal deydi. Chunki solih banda bo'lish uchun shu ikkovi bo'lish kerak albatta. Ikkovidan bittasi bo'lsa agar u solih banda deyilmaydi, yaxshi banda deyilmaydi. Ya'ni bu degani ibodati, ro'zasi, sallasi, do'ppisi, soqoli bo'lsa-yu, lekin g'iybatdan, ayollarga qarashdan, yolg'ondan, aldovdan, haromdan, shunga o'xshagan yomon ishlardan tiyilmasa bu odam solih, yaxshi inson deyilmaydi. Chunki taqvoning asosi ikkita deyiladi. Ya'ni taqvo Alloh taolo tomonidan bizdan talab qilingan amal. Vattaqulloha, Allohga taqvo qilinglar degan Allohning gapi borda Qur'oni Karimda. Ya'ni shuni ulamolar taqvoning asosi ikkita narsa bilan to'liq shakllanadi deydi. Qolganlari u uchun ziynat. Ikkita narsa shuki, Allohning dinida bilasizlar ikkita narsa bor. Biri buyruq, biri qaytariq. Ya'ni Alloh qilinglar degan buyruqlari bor va Alloh taoloning qilmanglar degan qaytariqlari bor. Shu ikkovi jam bo'lsa, ya'ni qilsa va o'sha ishlardan qaytsa, ya'ni o'sha odam 100% bo'l taqvodor. Masalan, yalang'och yurgan odam taqvosiz deb bo'lmaydi. Lekin do'p soqoli bor, g'iybat qilgan odamni o'ylanmasdan namozxon bo'lsa ham taqvosi yo'q desa bo'laveradi. Nimaga? Chunki hali biz aytgan ikkita narsani bittasi yo'q. Ya'ni namoz o'qiydi-yu, lekin haromdan tiyilmaydi. Bu odamni tanimay turib taqvosi yo'q ekan desiz bo'laveradi. Yo haromdan qo'rqmagan. Misol haromlar turi ko'p, u kayf safo, zino, yolg'on, aldov, urushish, chaqimchilik, qon to'kish, odam o'ldirish, it urishtirish, xo'roz urishtirish. Shunga o'xshagan narsalarda xullas. Shulardan ham agar hamma ibodati bo'lib turib tiyilmasa, bu odamning u taqvosi yo'q deb aniq o'ylanmay aytsa bo'laveradi. Bu avliyolik va professorlikka kirmaydi, chunki taqvoning o'zi tepada aytganimizdek sharti shu ikkita. Shuning uchun bugun bizdagi musulmonlar, yoshlarda ibodatlar bor. Xudoga shukr, masjidga kirsangiz, oldingi 15-20 yildan oldin qaraganda hozir jamoat ko'paygan, namozxon ko'paygan. Oldin juda zo'r masjidga ham kirsa 4,000-3,000 odam kirardi. Hozir zo'r ma'ruza bo'layotgan masjidlarga 7,000, 10,000 ga yaqin odam kiryapti. Boshqalarga kirsangiz ham naveslar to'lib, hatto optoda, yomg'irda ham jamoat ko'paygan. Namozxon ko'p. Bir tomondan yaxshi, zo'r, gap yo'q bunisiga. Lekin o'sha namozxonlar, o'sha jay namozi ustida turgandek musulmon namozxon bo'lib tashqariga chiqqandan keyin bozorda, yo'lda, rulda, sotyatib, olyatib, erlikda, do'stlikda, oshda, toqqa, boqqa o'ynagani borganda shular haqiqiy shu jay namozida turgan musulmondek bo'la olyaptimi desa javob yo'q.
unaqa bo'la olmayapti. Sen qayerdan bilasan desangiz, men hayotdan bilaman. Chunki men ham shu yerda tug'ilib o'sganman. Shu yerda bolasiman. Bizning katta eshigimiz kombinatda. Ota tarafimiz mozor tagida. Ona tarafimiz kombinatda. Shu yerda tug'ilib o'sganman, kombinatda o'qiganman. Keyin Toshloqda ham o'qiganman va shu bilan birga 24 yildan beri shu xalq bilan ishlayman. Chunki yomon ishlar, jinoyatlar, oila buzilish, birovning haqqidan qo'rqmaslik qanaqadir yildan yil ko'paydi, ozaymadi. Vaholanki har yili 30-40 kitob yoziladi diniy. Va ma'ruzalar soni anchagina ko'paygan. Hatto mana hozir ichimizda ma'ruzani yomon ko'radigan odam ham majbur eshitib o'tiribdi-da, janozaga borsa ma'ruza bo'lyapti, majbur eshityapti. O'rtog'i aqiqa qilsa, domlalarni ko'rsa, do'pis qiladigan ham bor, kiradi, qarasa, domla ma'ruza qilyapti. O'lgan kundan eshitadi, majbur. Lekin nima demoqchiman? Zato eshityapti-da. Shu eshityapti. Faqatgina bizdagi eng katta xato bilib turib amal qilmayapmiz. Eng katta xato shu yerda bo'lyapti. Ma'ruzalar, internetdagi, hayotdagi ma'ruzalar, bu kitoblar qanaqadir o'qish, eshitish prosta bir narsaga o'xshab qoldi. Shu yerda namoz o'qimaslik yomonligini eshitgan odam chiqib namozni boshlamayapti-da. Masalan, nasha, ko'knor, namoz o'qib, nasha, ko'knor ichib chekadigan ko'payib qoldi. Namoz ham o'qir ekan, nasha ham chekaverar ekan. Tushunmadim shuni. Namoz ham o'qiradi, zino ham qilaveradi. Namoz ham o'qiradi, yolg'on ham gapirib, birovning haqidan qo'rqmaydi. Umra hajga borib keldi, hali pulni bermagan shunaqa ahmoq odamlar bor ekan. Bu qatdan chiqdi bu narsalarda? Unutmaylik, boshqa bir insonga bo'lgan moddiy, jismoniy, ma'naviy ozorlar bor. Moddiy deganda masalan pulini olib bermaslik, yolg'on gapirib narsa sotish, jismoniy zarar deganda taniga jarohat yetkazish. Ma'naviy ozor deganda tuhmat, yolg'on, ustidan kulish, g'iybat, dilini og'ritish. Shular ma'naviy ozor deydi. Bu hatto payg'ambarimiz aytganlarki, shahidni ham jannatdan to'sib qo'yadi deganlar. To'sib qo'yadi bu. Bu qo'ying, siz bilan men shahidda sh harfi ham yo'q siz bilan menda. Bu taqvodorda t harfi ham yo'q. Gapirayotgan mandan boshlab eshitayotgan sizda-da. Endi o'ylang, hatto shahid hatto deganim shahid bilasizlar yuvilmaydi, shunday ko'miladi ust-boshi bilan. Uni ustidagi har bitta changi ham tabarruk, uluq. Shuning uchun. Shuni ham hatto misol odamlarda unda haqqi bo'lsa qiyomatda to'xta buni ado qil deydi. Bu degani shahidlik maqomi ham banda bilan bandani orasidagi gunohni yuvalmaydi. U umrani hajni qo'ying uni. U 350 marta umra qilmaydimi? Kechirilmaydi. Siz agar men aldagan bo'lsam, dilingizni og'ritgan bo'lsam, yoki sizni g'iybat qilgan bo'lsam, yo bir qoningizni to'kkan bo'lsam, o'zingizdan kechirim so'ramagunimgacha haj, umra, tavba, unar narsalarni kechirmaydi. Bugun biz musulmonlardagi kamchiligimiz shu bo'lyaptiki, buyruqlarni bilib turib qilmayapmiz, qaytariqlarni bilib turib qaytmayapmiz. Eng katta xato shu. Unutmaylik, bilgandan keyingi gunoh dozasi yana ko'proq qo'shilib yoziladi. Mana bilyapsiz, mana u kecha bilmovdi ilgari kun endi bildingizmi? Mana bugundan gunoh yana qo'shilib boshlanadi. Shuning uchun ilmiga amal qilmagan mullani azobi qattiqroq bo'ladi. Nimaga? Chunki u sizdan ko'ra misol biz yaxshi bilamiz. Nima biz madrasada o'qidik, ikkita madrasada o'qidik. Shu salkam 30 yildan beri Xudoga shu kitob varaqlaymiz, o'ngi tesi nima, qaysi nima. O'qimagan odamdan ko'ra ko'proq bilamiz biz. Bu maqtanish emas, haqiqat. Endi xo'p bilaveradi hamma, lekin amal qilmasa kitob yuklangan eshak kabidir deyilgan, ilmiga amal qilmagan mullani. Endi shuni singari chetda turib, mana sizlar ham bilyapsizlar, mana ma'ruzalarga borsalang, deyali 10 tadan 5 ta, 4 ta, 6 tasi ma'ruza biz ma'rulondi, Xudoga shukr. Bu zo'r. Ko'rsatkich yaxshi, masalan, ma'ruza ko'p, lekin effekt qani effekt. Licheniya oldim, zo'r, palon nimada, doktorxonada. Effekt qani? Effekt bilish kerak emasmi? Zo'r sauna bor ekan. O'rtasi kelyapti, sasi yotib. Nima qani u saunani zo'rligi?
Turishidan, hidi ketganidan, kiri ketganidan, qizarib turganidan saunani zo'rligi ko'rinadi. Xo'p, ma'ruza bizda ma'ruza ko'p. Xo'p, effekt qani? Jinoyatning eng ko'p Marg'ilonda bo'lyapti, bag'iyosiz. Qani effekt buni? Effekti eshityapti. Nimaga amal qilmaydi? Qilsin, amal qilish kerak amal. Bu просто tak eshitib ketavermaslik kerak. Ma'ruzali to'ydan keyin borib kuyovbonanikida kalonkani qo'yib yuborib daqir-duqur qilar ekan. Buni tushunmayman men buni. Ras shunaqa qilar ekansan, nima qilasan ma'ruza qilib? Xo'p, eshitar ekansan, amal qilma, nima qilasan domlani olib kelib? O'nchaqmi bu? Bu ma'ruzani bir keyin ma'ruza qilib qo'yaylik degan narsa, bu ibodat bu. Qaysi domla ayting, qatta birorta domla o'zini nafsidan to'qib bitta gap gapirdi. Mana Liboy to'yda zapisi bor. Olib kelingchi isbotda, mana kamerachilarda bo'lsa 200 ta kamerachi bor. Hammasini uyga boring. Liboy domlaning ma'ruzasini oling. Kim to'qib gapiryapti? Mana men tim bo'lib zapis qildiraman. Kamera o'zi uchun telefonimga zapis qilaman. Bittasi ma'ruzani taftish qilish ma'noda, ikkinchisi attabatda unadir siz bunadir desa qani daliling deyman, gapir deyman. Mana zapis dalil bo'ladi. Mana gaplarimni men deyali 99% ma'ruza internetga chiqadi. Liboy joyga olib borsin, mana bunadirsan, buna qilsan deb. Amal qilmasak yigitlar, men sizlar amal qilmaysizlar demayman, men sizlarni 100 tanishman xolos. Birortalar bilan o'tirib osh qatiq bo'lgan joyim yo'q. Sahobalarning gaplari bor, bilmagan odaming haqida yaxshilab ham gapirma, yomonlab ham gapirma. Men bilan o'tirgan yoki safarga chiqqan yo billa biznes qilib qo'ygan yo toqqa boqqa o'ynab qo'ygan joyiz yo'qmi? Men haqimda voshim gapirmang. Yaxshilamayman ham, yomonlamayman. Qattan bilasiz, narkosh turmanman. Qattan bilasiz. Qumorbozdurman balkim. Qattan bilasiz, voshim namoz o'qimasman balkim. Bilmaysiz men haqimda. Shunisiga saqizda men ham gapirmasligim kerak. Hatto maqtab ham gapirmaslik kerak. Balkim maqtaganingizda bo'lmasamchi? Biling, o'tiring, safar oldi berdi, o'tiring, yuring, turing, keyin gapiring. Bo'lmasa, yo'q men bilmayman, birov so'rasa, oshna men bilmayman. Prosta taniyman xolos. Islomda go'zalligi shu yerda o'zi aslida. Islomda go'zalligi oq do'ppi bilan yo bitta do'ppi yo salla bilan emas. Islomda go'zalligi hammasi to'g'riligida, adolatda. Hatto adolatda tug'ishgan akangizga ham, ukangizga ham adolat qilishingiz kerak. Masalan, ukamiz kalta edi, basharalarni buzib yuborishdi. Xo'p, yurchi uka bor, urganlar bilan gaplashdingiz. Ayb ukangizda. Uka, ayb o'zingda ekan. Nimaga buni onasidan kelasan? Nimaga buvisidan kelasan? Nimaga og'ziga deb so'kinasan? Yo nimaga uni qilding? Adolat qilish kerak. Bu siz ukangiz, meni ukam degan u haq degani emas bu. Va akamiz yo kuyovimiz degan haq. Islomning go'zalligi shu yerdaki, musulmon odam tarafkash bo'lmaydi, haq taraf bo'ladi. U ukasimi, tog'asimi, jiyanimi, qudasimi. Umar nima bilan tarixda qoldilar radhiyallohu anhu. Umarda oldin ham bo'lmagan, keyin ham bo'lmagan. Hatto bolalariga qattiq teganlar, adolatli deb. Bitta shamni o'chirib, xuddi o'shinga o'xshagan shamni o'chirgan o'sha Umar bo'ladilar. Nimaga? Bu sham davlatning shami edi, bu sham o'zimiz shamim. Endi ikkovimiz hozir o'zimizning ishimiz haqida gaplashar ekanmiz. Men u davlat shamini yoqmayman. Nima u ketsa 15 tiyillik sham ketadi ketsa agar hozirgi so'mga olsa. Zato 15 tiyin ham haromda. Bir paqir musurni olib kelib, qoraka oling desiz, bir paqir musurni ham yemayman men. Hatto qoshiqchida olib kelsangiz ham yemayman men. Haromni tomchisi ham harom, vagoni ham harom. Agar siz va men o'sha bitta adolat degan narsani olsak, men nohaq birovni pulini yemayman, nohaq o'qimayman, nohaq o'qimayman deylikchi, hayotimiz qanaqangi o'g'lanib ketar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar bir qavm menga taqvo qilganlarida edi, osmon va yerdan men ularga yog'dirib yuborardim deydi. Barakot. Yog'dirib yuboradi, ulgimay qolamiz. Yomg'ir bo'lib, bas. Barakotni o'zi Alloh biladi qanaqa qilib berishlikni. Lekin o'sha taqvo bugun musulmonlardan ko'tarilyapti. Chunki musulmonlarning ahvolini ko'rsangiz, dunyo miqyosida ham nol. Birdan bo'lsang, senga quvvat beraman dedimi? Bugun kofirlar birdan. Shuncha ular kuchli. Bugun musulmonchi oddiy oshda 12 kishi o'z to'rga bo'lingan. Sinfdosh yo'q ko'rsa, hammasi quchoqlashadi.
uchtasi boshqa, to'rtta narkosh, uchtasi hali ko'r-ko'rni qorong'ida top degandek, chat oshda chiqib nashasini chekib keladi. Zinokor 5tasi alohida, qimorboz 3tasi alohida. Shuda boya alohida, kambag'al alohida, urushaladigan alohida, urushalmaydigan alohida. Musulmon bo'lmay o'l deyish kerak shunaqalarga. O'ptimiga hammasiga. O'lsan musulmon bo'lmay o'l. Namozi bor qarasiz, Ramazon oyida roza tutadi, zakot beryapman deydi, qurbonligini internetga qo'yadi, qurbonlik so'yyapman deb. Xo'p, gap yo'q. Mayli, u qurbonlikni internetga qo'yish bu riyoga kirmaydi u. Lekin musulmon inson faqatgina Xudoning buyrug'i bilan cheklanib qolmasligi kerak-da. Musulmon inson bo'ldi, Allohdan qo'rqaman, Allohni yaxshi ko'raman, Allohga itoat qilaman degan odam Alloh taoloning buyrug'i bilan birgalikda qaytarig'ini ham o'ylab qo'yish kerak-da. Bugun musulmonlarning iymonining quvvati qaytariqlardan qaytishga yetmayapti, buyruqqa yetyapti. Namoz o'qiydi, qarasiz g'iybatdan tiyilmaydi, hayron qolasiz. Namoz o'qiydi, telefonda nagli liboy narsani ko'radi. Liboy narsani ko'radi. Namoz o'qiydi, mana bir kun samovarga kirsam, to'rtta do'ppili bolalar o'tirib olib kart o'ynab o'tirib. To'g'ri endi do'zaxga olib boradigan ish emas kart o'yin. Agar qimor bo'lmasa, qimor endi katta gunoh. Lekin musulmon uchun bo'lib ham do'ppi kiyib turgan, do'ppi kiydigiz nachti menimcha namozxon bo'lsa kerak. Endi ish emasda u. U to'g'ri kelmaydi u. Shuning uchun biz bugun musulmonman degan, subhanalloh, mashaalloh degan so'zlarimiz, Alloh, payg'ambar, uni yaxshi ko'raman, undan qo'rqaman, sunnat degan gaplar bugun faqat yozuv SMSlarda gaplarda bo'lmasligi kerak. Real hayotda ummatligingizni menga ko'rsatib qo'yingiz. Qanday men senga ko'rsatman, riyokormanmi demang. Ummat odobligi bo'ladi, to'g'ri so'z bo'ladi, aldamaydi, yolg'on gapirmaydi, o'zini katta olmaydi, chaqimchilik qilmaydi. Ummat deb shuni aytadi. Men ham Xudodan qo'rqaman dedimmi? Xudodan qo'rqishim amalda sizlarga ko'rinishi kerak. Hech qachon sizni aldamasligim kerak. Hech qachon sizga xiyonat qilmasligim kerak. Bugun oshna gap o'zimizniki-yu, mana bu 300 ta odamga aytadi. Gap o'zimizga, gap o'zimizga. Nima endi bo'lsa nimasi? Nima endi, nima maqsad? Xuddi bu kishimda xazina topib olganlar-ku, palonchida mana bo'pti, mana bo'pti, mana bo'pti. Erkak kishi mayda gap bo'lmaydi. Erkak kishi seriozlik bo'ladi. Erkak kishi javob beradigan gapini gapirmaydi. Bu bir erkak kishi birovning orqasidan gapirmaydi. Erkakmisiz? Musulmonmisiz? Bo'ldi. Erkak musulmon g'iybat qilmaydi. Tamom, все, qoida shu. G'iybat qildi, значит erkak emas, значит musulmon emas. U fosiq. Uni fosiq deydi. Agar erkak bo'lganda, musulmon bo'lganda siz orqangizdan men orqamdan siz gapirmasiniz. Bugunchi bugun bari mayda gap erkaklar bo'lib ketyapti. Bir inson haqida gapirilmagan oshda o'tirishda o'zi qolmayapti deyarli. O musulmonligimiz, Xudodan qo'rqishimiz, g'iybat zinodan ko'ra yomonroqdir degan payg'ambarimiz hadislariga qani amal. Mavludda tikka turib olib, yonimizga odam yig'lasa, yig'lash dondirib qo'yamiz. Bittasi uvullasa, tamom uvullaveradi hamma. Bo'ldi, shu bilan ummat bo'lib qoladimi odam? Ummat deganda hamma mana kirib kelyapsiz, qo'l yuving. Payg'ambaringiz qo'l yuvgan. Yeyapsiz, bismillah deng, payg'ambaringiz bismillah degan. Liboyga birinchi salom bering, payg'ambarimiz birinchi salom berganlar. Assalomu alaykum, bo'l tamom. Kibrli odam salom bermaydi. Kibrli odam qo'lini ko'ksiga qo'ygisi kelmaydi. U man deydi. Shayton ham shuning uchun mal'un bo'ldi-da. Mal'un la'natlangan, marjum haydalgan degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim degan ar-rojim o'sha haydalgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman degan ma'noni bildiradi. Xuddi toshotib ayt haydalgandek Allohning huzuridan shayton haydaldi. Nimaga haydaldi? Hatto ikkita ham emasda aybi. 70 ta, 80 ta, 105 tani qo'ying. Hatto aybi ikkita bo'lmagan shayton. Bir dona bo'lgan. Nima degan? U ham man deb qo'ygan. Man sarama deydi-yu. Ana xayrun minhu deb qo'ygan. Man bundan zo'rman degan odam alayhissalom ko'rsatdi. Bunga men egilmayman degan. Hatto Xudo aytsa ham egilmayman degan. Ko'ryapsizmi? Kibr shuna narsaki, "Ey, Allohim mana bundoq degansan, noto'g'risan, yo'q deb turaveradi." Payg'ambaring aytayapti, yo'q deydi. Mana shu kibr deydi. Lekin zo'r yurish, zo'r mashina minish, zo'r kiyish bu kibr emas bu.
Bu hech ham kibr emas. Masalan, zo'r yursa, zo'r kiyinsa, zo'r yashasa bu kibr emas. Kibr haqiqatni tan olmaslik. Kibr to'g'risidagi shaxsni o'zidan past deb bilish. Hech qachon siz men sizni men undan yaxshiman demasligimiz kerak. Har bitta inson shu fikrda bo'lsa o'ylang, urush, janjal, kelishmovchilik chiqadi, qaqa chiqadi. Bugun hamma urush, o'limni tagi kibr, men deydi, bu biz bu deydi. U biz gruppa deydi. Guruhning boshingdan bosibsan. Men deyapti. Shuna bo'lib o'lib ketyapti. Bekorga aytilmagan islom bu ikki dunyo hovlisida bekorga aytilmagan. Dinimiz go'zalligi bilan, yaxshiligi bilan, adolati bilan, halolligi bilan, haqligi bilan insonni bu dunyo u dunyoda faqatgina saodatga, baxtga erishtiradi. Qiyomatda faqat abadiy bo'lgan, hech qanaqangi muammo yo'q, ibodat yo'q, g'am yo'q, ishlash yo'q bo'lgan joy jannatga kirishimizga islom sabab bo'ladi. Bu dunyoda qochoq pabekka chiqib ketmasligimiz, umrimiz turmada o'tmasligi, spid bo'lmasligimiz, oralarimiz buzilmasligi, oilalarimiz buzilmasligi, ota-onaga oq bo'lmasligi, oshnalarning orasi buzilmasligi va shunga o'xshagan qanchadir yomon narsalardan qutulishimiz sababi islom. Islomga amal qilsangiz, nasha sotmaysiz, qamalmaysiz. Islomga amal qilsangiz, o'g'irlik qilmaymiz, qamalmaymiz. Islomga amal qiladigan bo'lsak, davlat pulini yemaymiz, qamalmaymiz. Islomga amal qiladigan bo'lsak, urushmaymiz, 15 sutka o'tirmaymiz, o'ldirmaymiz, qamalmaymiz. Bo'ldi, tamom. Islomga amal qiladigan bo'lsak, birorta odamdan oldin tilingiz qisilmaydi. Go'rdi turasiz. Nimaga? G'iybat tilni qisadi, kazyolik tilni qisadi. Ayoliga nisbatan nimadir temada agar SMS yoki gap so'z bo'lsa, u ham tilni qisadi. Iloji yo'q, qizil chiziqni bosgansiz, zo'r bo'lsa ham aka uzr deyish kerak. Uzr so'rash kerak, u majbur. Uzr so'ramasa u yaxshi to'g'ri kelmaydi. Chunki sizga tegishli ayollar siz uchun qizil chiziq u. U bossam to'g'ri kelmaydi. Mana ayollarim, menga tegishli ayollar meni qizil chiziq. Uni bosganda u ayollarning egasi agar iymoni, hamiyati bo'lsa sher bo'lib qoladi. U to'g'ri kelmaydi endi u. Haqiqiy musulmon odam qizil chiziqning yaqiniga bormaydi. Mana shunday taksilarni bilaman, o'tiradi, bitta ayol o'tirishga shaq bakovoy tepaga qilib qo'yadi. Umuman qayerga deydi, ha, bo'ldi. Keldingiz, bering deydi, bo'ldi tamom. Ana musulmon. Chiqib olib maydaga, yaxshimiz, senga nima uni yaxshiligi? Senga nima? Mana nechta urush, rasvo, u pichoq tiqishlargacha bordi o'sha taksida. Kimdir ayoliga o'dib budi. Buni topayotgan pul halol bo'ladimi? Haromda bu narsa. O'shuning uchun biz musulmonlar Alloh taolo Robbimizning sifatlaridan biri ko'rib turuvchi, bilib turuvchi, xabardor degan Allohimizning sifatlari bor. Shularni o'zi e'tiqodda mustahkam kuni shuni his qilsangiz bo'ldi. U qolganini qo'ying, u kamera, zapis, zvuka zapis, diktafon, praslushka, juchok, qullaq, kazyol uni qo'ying bir chekiga. Xudo ko'rib turadi, bo'ldi tamom. Xudo eshitib turibdi, bo'ldi. Libboy joyda siz Payg'ambarimiz alayhissalom ruxsat bergan, Alloh taolo dinida ruxsat bergan gapni gapiring, ishti qiling. Tilimiz ham qisilmaydi, obro'yimiz ham to'kilmaydi, hammasi cho'tga ketaveradi. Bugun obro'ni to'kilishiga, tilimiz qisilishiga, urush, janjal, qon to'kilish, oila buzilish, o'rtoqlar bir-bir bilan orozlab yurishiga hammasiga sabab shu dinimizda qilmadigan ish kimdirlar qilyapti. 30 yilga oshnalarni qarasangiz teskari bir-bir bilan. Bitta yumaloq stolda o'tirsa, u turmaydi, nariyoqqa o'tib ketadi. Vaholanki 30 yildan beri maktabda birga o'qigan, 15 yildan beri osh yegan. Yo u, yo bu, yo ikkovi bitta xato qiladi, tamom shu bilan. Lekin unutmaylik, Luqmon Hakimning gaplari bor. Agar beayb insonlar bilan do'st bo'laman, sen do'stsiz qolasan deydi. Xatosi yo'q xotinni olaman, sen xotinsiz qolasan deydi. Xatosi yo'q bolaga erga tegaman, sen ersiz qolasan deydi. Xato Allohda yo'q. Kamchilik Allohda yo'q. Inson borki, liboyda xato bor. Shuning uchun bitta xato bilan siz menga to'mtay olmang, bitta xatoingiz bilan men sizga to'mtay olmang. Chunki menga nisbatan xato qilib qo'yishingiz aniqroq. Men ham sizga nisbatan qachondir xato qilib qo'yishim aniqroq. Bitta nito ko'rishib qo'ysam bo'ldi. Shukurlar odamlar sassiq o'zi bunaqa. Nasrini ham yo'qdir. Yo holat chatoq bo'lib qolgandir. Zonnu bil mu'minina khayron. Mo'mindan yaxshi gumon qiling. Men sizga assalomu alaykum desam, bunday qarab tezga qarab ketdingiz. Men yaxshi gumon qilishim kerak.
xayoli joyida emas, yo qanaqadir kayfiyat yo'q, yo nimadir nima. Yaxshi gumon qilaversangiz, atoyi meni bir tiyinga olmagan bo'lsangiz ham, sizdan xafa bo'lmayman-da o'shanda. Ana quyoshi ketayotgan tomonda salom beryapti bittasi, ko'rmay o'tib ketyapmiz. Darvoda o'shdi yoniga aytyapti, salom bersa, haliga olmaydigan bo'lib qolibdi, bu qora aka deyapti. Yonida reski telefon qilyapti, qora aka hozir yo'lda o'tib ketayotgan, hamma ko'rmabman, falon joyda dedi, quyosh tushib tursa ko'rmaysiz-ku. Masalan, Bomdoddan keyin Andijon tomonga keting, ko'rmaysiz nariyadagi odam, qiyin. Mashinani ko'rasiz, basharani ko'rmaysiz. U aytganki, "Ey, seni ko'rsa qanaqa sen salom bermaydi?" U aytadi, "Yo'q, bu mensimay qo'ygan" deyapti. Ko'ryapsizmi? Yomon gumon. Shuning uchun shaytonning ishi nima desa, mo'minni ikkinchi mo'minga yomon gumon qildiradi. Natijada telefonsiz olmaydi, blokka tiqadi, Telegramdan javob yozmaydi, ko'rishmaydi, shu bilan oramiz buzilib ketadi. Shuning uchun bir kambag'al kelib, "Ey Rasululloh, meni pulim yo'q, hech nima ihson sadoqat qila olmayapman" deganida payg'ambarimiz aytganlar, "Hech bo'lmasam ochiq yuzliging bilan, tabassuming bilan sadaqa qilib yur" deganlar. Bu degani siz menga manzil ko'rishganimizda yaxshi tabassum bilan, ochiq yuz bilan ko'rsak, siz menga, men sizga xuddi Xudoning yo'lida sadaqat qilgandek bo'lar ekanmiz, yigitlar. Shuning uchun seriozli maskani boshqa joyda ishlatib, do'stlar bilan, qadrdon bilan ko'rishganda sal chiroyli deb basharani o'g'nab, tabassum bilan ko'rishsak yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'lmanglar, charchamanglar.